Qoida buzilgan bo'lsa-da to'p Paxtakor futbolchilarida qolmoqda va hozir vaziyatdan foydalanib ketish uchun imkoniyat. Zarba, darvozabon Farhod to'pni qaytarib yubormoqda. Yana bir zarba va to'p darvoza ustuniga tegmoqda. Sherzoddan zarba, uchinchisi gol! Birinchi urinish Dostonbek Hamdamov mavsumdagi ilk golni raqib darvozasiga yo'llamoqda. Hujumda futbolchi qanday bo'lishi kerak? Kamoliddin Tojiyev ham bekorga tushirmagan. Birinchi zarba, mana bunisi ikkinchi zarba, mana bunisi uchinchi zarba, ha, aynan to'rtinchi zarba. Dostonning o'zi bu birinchisi emas ekan, uzr. Doston tepgan ekan. Birinchi zarba va to'rtinchi zarba aynan Hamdamovga tegishli. Farhod Rahmatov hammasini to'g'ri bajardi. Mana bu yerda ham faqat ushlab qolishning imkoniyati yo'q edi. Eng ko'p afsuslanayotgan ham uning o'zi.